Muhammadziyo Abdulhakimov Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida o'tkazilgan Xalqaro mental arifmetika olimpiadasida birinchilikni qo'lga kiritgan o'quvchilardan. U endigina 2-sinf. Muhammadziyo kichik bo'lishiga qaramay, 8 ta davlatdan kelgan raqiblarini mag'lub etib, Oliy kubokni qo'lga kiritdi. Albatta, bu yutug'i bilan yurtimiz nomini yana bir bor tillarda doston qildi. Shuningdek, tahsil olayotgan ta'lim dargohini ham onasi, ham ustozi Obidaxon Ma'mirzodani mehnatini, ishonchini oqladi. Men umuman kutmagandim. Ikkinchi o'rinda olsa ham katta gap o'ylagandim, lekin o'g'lim yuzimni yorug' qildi. 8 ta davlatlar ichida o'g'lim birinchi o'rinda olib, yuzimni yorug' qildi. Allohga shukr. Yorug' yuzlar bilan kirib keldi O'zbekistonga. Kelajakda bundan-da yuqori natijalarga erishish uchun biz albatta harakat qilamiz. Oldimizga chiroyli maqsadlar qo'yganmiz. O'zbekistonga, ya'ni hissamizni qo'shishga harakatdamiz. Olimpiada g'olibining xursandchiligi u tahsil olayotgan Smart Kids IT School nodavlat umumta'lim tashkilotida davom etdi. Tashkil etilgan bayram tadbirida ustozlar so'z olib, Muhammadziyoga o'zlarining tashakkurnomalari hamda onajonisiga esdalik sovg'alarini topshirdilar. Aytish kerakki, bu kabi yosh iqtidorlarni kashf etishda Smart Kids IT School kabi muassasalarning o'rni ahamiyatli bo'lmoqda. Bizning asosiy yo'nalishimiz IT yo'nalishi bo'lib turib, demak bizda kompyuter savodxonligi juda ham chuqurlashtirilib o'tilyapti. Bundan tashqari robotexnika fanlari kiritilgan. Maktabimiz rus tilida olib boriladi. Demak, maktabimiz ochilganiga 2 yil bo'lishiga qaramay, eng oliy o'rinda, eng yuqori lider deb hisoblasak ham bo'ladi. Liderlar qatorida hozir o'zimizni natijalarimiz bilan o'rin olganmiz. Demak, hozirgi kunda boshqa maktablardan farqliroq natijamiz shunday iboratki, har bitta sinfda 30 ta, 40 ta bola o'qisa, bizda 20 tagacha bo'lgan bola o'qiydi. Maqsadimiz har bitta bolaga e'tibor berish va mana shu o'qitish jarayonida natija ko'rsatish. Shu kuni boshlang'ich sinf o'quvchilarining alifbe bayrami ham bo'lib o'tdi. Shirindan shakar bolajonlar ustozlari ko'magida o'zlarining qiziqarli sahna chiqishlarini namoyish etdilar. Ta'kidlab o'tish kerakki, maktab 180 o'ringa mo'ljallangan. Maskanda mental arifmetika, robototexnika, informatika, ingliz, rus tillarida, shuningdek sportning taekvondo, shaxmat turlari bo'yicha to'garaklar tashkil etilgan.